Keyingi yillarda yurtimizning boshqa hududlari singari Farg'ona viloyatida ham sportni ommaviyligini oshirish, o'g'il-qizlar uchun munosib sharoitlarni yaratib berishga katta e'tibor qaratilmoqda. Natijada eng chekka hududlarda istiqomat qiluvchi sportsevarlar ham zamonaviy imkoniyatlarga ega bo'lgan maskanlarda shug'ullanib, xalqaro musobaqalarda g'olib va sovrindorlikni qo'lga kiritishmoqda. Uchko'prik tumanidagi sport maktabi viloyat markazidan qariyb 100 kilometr uzoqlikda joylashgan. Shunday bo'lsa-da, bugun ushbu sport ta'lim muassasasi bir qator Osiyo, jahon chempionlarini, Paralimpiya o'yinlari g'olib va sovrindorlarini kamolga yetkazdi. Aytish joizki, yillar davomida sport zallarining ta'mirlanmagani bino holatini nurashiga, eskirishiga olib kelgandi. Endi esa prezidentimizning katta e'tiborlari bois ushbu maskan yanada keng sharoitlarga ega bo'lgan sport muassasasiga aylandi. Tashabbusli byudjet loyihasi doirasida o'tkazilgan tanlovda g'oliblikni qo'lga kiritgan sport maktabi jamoasi tarbiya maskanini zamonaviy ko'rinishga olib keldi. Prezidentimizga katta rahmat aytamiz. Bizning sport maktabimiz zamonaviy sharoitlarga erishdi 2025-yilda. Uchko'prik tumani sport maktabi sportchilari respublika kubok musobaqalarida, Osiyo, Markaziy Osiyo musobaqalarida 81 ta medallar jamg'arishga erishdi. 2025-yil bizning sport maktabimiz mukammal ta'mirdan chiqib, issiqlik tizimi bo'lib, zamonaviy ko'rinishga ega bo'ldi. Bu yaratilgan sharoitlar sportchilarimizga qishin-yozin mashg'ulotlar olib borishlari uchun imkoniyatlar yaratildi. Biz 2026-yil oliy maqsadlar qo'yganmiz. Bu sportchi yoshlarimizga yana yuqoriroq natijalarga erishish maqsadida tumanimizda sport maktabi bo'sh turgan yeriga sport zal qurish rejalashtirganmiz. Bu o'z navbatida bu sportchi yoshlarimiz uchun yangi imkoniyat eshiklarini ochib beradi. Hozirda sport maktabida 2000 nafardan ziyod o'g'il-qizlar sportning 23 ta turi bo'yicha faoliyat ko'rsatayotgan yo'nalishlar bo'yicha mahoratlarini oshirib kelishmoqda. Yaratilgan sharoitlar bilan birga mashg'ulotlarga katta tajribaga ega bo'lgan murabbiylarning jalb qilingani kun sayin chempionlar safini orttirishga xizmat qilmoqda. Hozirda sport maktabida Olimpiya o'yinlari dasturidan o'rin olgan yo'nalishlarni rivojlantirishga e'tibor kuchaytirilgan. Yaratib berilgan zarur sharoitlar bugun yosh sportchilarni respublika musobaqalari bilan birga xalqaro maydonlarda salmoqli natijalarni qayd etishlariga xizmat qilmoqda. Sport maktabimizda boks turida 150 dan ortiq yosh bokschilarimiz mashg'ulot olib boryapti. Ular orasida viloyat chempionlari, respublika qatnashchilari yetishib chiqyapti. 2025-yil bizning jamoamizga ham omadli yil keldi. Viloyat chempionlari, respublika sovrindorlari yetishib chiqdi. Maqsadimiz yoshlarimiz ichidan respublika chempionlari, Osiyo, jahon, olimpiada chempionlarini yetishtirib chiqarish. 2025-yilda sport maktabimiz mukammal ta'mirdan chiqarilib, zamonaviy jihozlar bilan ta'mirlandi. Sportchilarga, biz murabbiylarga ham qulayliklar yaratildi. Biz shunday sharoitlarga javoban yoshlarimiz orasidan iqtidorli sportchilarni yetishtirib chiqaramiz. Davlatimiz rahbarining O'zbekistonda boksni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida sport maktabida ham amalga oshirilayotgan tizimli ishlar bugun chekka hudud yoshlari orasidan yangi nomlarni kashf etishga xizmat qilmoqda. Hozirda sport maktabida zamonaviy sharoitlar yaratilib, zarur jihozlar bilan ta'minlangani shug'ullanuvchilar orasidan mahoratli chempion yoshlarni kamol toptirdi. 9 yildan beri sportda boks turi bilan shug'ullanaman. Trenerim Abrorjon Mamadaliyev, Bakirov Ro'zalilar domlalar meni tarbiya qiladi. 2025-yil men uchun omadli yil bo'ldi. Farg'onada viloyat chempioni bo'ldim. Respublikada sovrindor bo'ldim. Kelajakda Asatxo'ja Mo'ydinxo'jayev, Hasanboy Do'stmatov, Bahodir Jalolовlarga o'xshab Olimpiada jahon chempionlar bo'lish niyatidaman. Biz Uchko'prik tuman yoshlari uchun ham zamonaviy sharoitlar yaratib berilyapti. Jihozlar bilan ta'minlangan zalda shug'ullanib, mahoratimizni oshiryapmiz. Bu bizni kelajakda Olimpiada chempion bo'lishimizga xizmat qiladi. Sportchilarga nazariy berilayotgan bilimlarning amaliy mashg'ulotlar orqali mustahkamlanishi o'z navbatida o'g'il-qizlarga o'zlari shug'ullanayotgan sport turlari bo'yicha bilim va ko'nikmalarni yanada oshirish imkonini bermoqda. Buni biz sport gimnastika yo'nalishida, xususan trampolin bilan shug'ullanayotgan sportchilar faoliyatida ham kuzatdik. Malakali murabbiy Behzod Xidirov yangi uslublar orqali mashg'ulotlarni olib bormoqda. Yaratilgan sharoitlar o'z navbatida chempionlarni ham kashf etmoqda.
Men bolaligimda shu sportga qiziqqanman, lekin biz sport maktabimizda katta sharoitlar bo'lmagan. Hozir maxsus shug'ullanish yo'lakchalari keldi. Biz hozirda zamonaviy sharoitda shug'ullanib, mahoratimizni oshiryapmiz. Men uchun 2025-yil omadli yil bo'ldi. Men bir qator musobaqalarda qatnashib, yaxshi o'rinlar qo'lga kiritdim va respublika musobaqalariga qatnashdim. Meni kelajakdagi orzuyim katta sportchi bo'lib, jahon chempionati, olimpiadalarga qatnashish. Biz hozirda 2026-yilga musobaqalarga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Meni ishonchim komil, bu yaratilgan sharoitlardan foydalanib, katta musobaqalarga chiqib, xalqaro musobaqalar g'olibiga aylanaman. Mana biz sportchilarga sport vazirligi tomonidan yangi formalar berildi. Biz bundan xursandmiz. Sportchi deganda ko'z o'ngimizda faqatgina jismoniy imkoniyati yuqori bo'lgan shaxs gavdalanmaydi, balki aqlan raso, ruhiy qobiliyati kuchli, intellektual salohiyatga ega, barchaga har tomonlama ibrat va namuna bo'la oladigan inson namoyon bo'ladi. Shu boisdan ham sport maktabida avvalo o'g'il-qizlarning jismoniy holatini yaxshilash bilan birga, ularning ruhiy imkoniyatlarini kengaytirishga alohida e'tibor qaratiladi. Tarbiya maskanining sport kurashlari bo'limida ham hayot qaynaydi. Tajribali murabbiylar qo'l ostida shug'ullanayotgan Yunon Rum kurashchilari xalqaro qoidalar asosida mahoratlarini oshirishmoqda. Kun davomida tashkil etilayotgan mashg'ulotlarda Yunon Rum kurashi usullarini o'rganayotgan polvonlar bor kuch imkoniyatlarini ishga solishib, yangi ko'nikmalarni olishga harakat qilishmoqda. Yunon Rum kurash murabbiysiman. Hozirda qo'l ostimda 40 dan ziyod yosh sportchilar tahsil olishmoqda. Biz uchun 2025-yil juda ham omadli bo'ldi. Chiroyli, qulay sharoitli zallar yaratib berishdi. Buning natijasida yosh sportchilarimiz faxrli o'rinlar qo'lga kiritishdi. Hozirda biz 2026-yilda bo'ladigan musobaqalar uchun jiddiy tayyorgarlik ko'ryapmiz. Ishonamizki, bizning sportchilarimizdan ham xalqaro toifadagi sportchilar va Prezident Olimpiadasi musobaqasi g'olib va sovrindorlari yetishib chiqadi. Biz kun davomida sportchilarimizni jismoniy va ruhiy imkoniyatlarini oshirish uchun harakat qilyapmiz. Qo'shni tuman sportchilari bilan birgalikda o'quv mashg'ulot yig'inlari o'tkaziryapmiz. Bu albatta yoshlarni bilim darajasini oshirishga xizmat qilyapti. Men Yunon Rum sporti bo'yicha 1 yil davomida shug'ullanib kelyapman. Bu sport turi menga juda ham yoqadi. Men uchun 2025-yil omadli keldi. Bir qator musobaqalarda qatnashib, yaxshi o'rinlarda qo'lga kiritdim. Qolaversa, sport maktabimizda bizga zamonaviy sharoitlar yaratib berildi. Biz bu sharoitlardan foydalanib, jahon chempionlariga aylanamiz. Ayni kunlarda 4 milliondan ziyod aholi istiqomat qilayotgan Farg'ona viloyatida sportning boshqa turlari qatori an'anaviy taekvondo ham rivojlanib bormoqda. Yaratilayotgan sharoitlardan unumli foydalanib kelayotgan yoshlar respublika va xalqaro bellashuvlarda yuqori natijalarni qayd etishmoqda. Yakuniga yetib borayotgan 2025-yil ham viloyat sportchilari uchun omadli keldi. Turli ko'rinishdagi sport musobaqalarida faol qatnashgan taekvondochilar medallar jamg'arishda alohida namuna ko'rsatishdi. 2025-yil butun yurtimiz sport tarixida, qolaversa viloyatimiz sport tarixida juda unutilmas yil bo'lib qolmoqda. Sababi barcha sport sohalarida, barcha yo'nalishlar bo'yicha sportchilarimiz juda katta yutuqlarni qo'lga kiritishdi. Jumladan futbol sohasida katta yutuqlar, mana yaqindagina shaxmat sohasida va qolaversa an'anaviy taekvondo sohasida ham sportchilarimiz xalqaro maydonlarda nufuzli g'alabalarni qo'lga kiritishdi. 2025-yilda an'anaviy taekvondo federatsiyasini respublika federatsiyasi bilan birgalikda Farg'ona shahrida Osiyo Kubogi musobaqalarini o'tkazish sharafiga muyassar bo'ldik. Ushbu musobaqalarda viloyatimiz terma jamoasi nufuzli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Bundan tashqari O'zbekiston Kubogi, O'zbekiston chempionati musobaqalarida sportchilarimiz viloyatimiz sharafini munosib himoya qilishdi, yuqori natijalarga erishishdi. Sportga barcha imkoniyatlarni yaratib berilayotganligi tufayli bugungi kunda viloyatimizning chekka hududlarida ham an'anaviy taekvondoni rivojlantirishga katta imkoniyatlarga ega bo'lmoqdamiz. 2024-yilda xalqaro musobaqalarda, respublika musobaqalarida sportchilarimiz 120 dan ortiq yuqori probali medallarni egallashgan bo'lsa, 2025-yilda ushbu medallar shodasi karrasiga oshganini kuzatish mumkin. Sportchilarimiz 300 dan ortiq medallarni qo'lga kiritishdi. 2026-yilda o'zimizga juda katta maqsadlarni oldimizga qo'yganmiz. Mart oyida Amerikada bo'lib o'tadigan professional taekvondo bo'yicha jahon chempionatida
sportchilarimiz respublika terma jamoasi tarkibida ishtirok etishadi. May oyida Germaniyada bo'ladigan Grand Prix musobaqalarida sportchilarimiz yurtimiz sharafini munosib himoya qilishadi va biz hozirdan boshlab ushbu musobaqalarga tayyorgarlik jarayonlarini boshlab yuborganmiz. Fursatdan foydalanib barcha yurtdoshlarimizni, viloyatimiz ahlini kirib kelayotgan 2026-yil bilan muborakbod etaman. Barchaga yangi yil yuqori marralar, yangi yutuqlar va tinchlik, totuvlikni olib kelishini so'rab qolaman. E'tiborlisi, farg'onalik yoshlarning mamlakat musobaqalari bilan birga xalqaro bellashuvlarda yuqori ko'rsatkichlarni qo'lga kiritishlarida mashg'ulotlarga yurtimiz murabbiylari bilan birga Rossiya, Koreya, Germaniya kabi 10 ga yaqin davlatlarning malakali mutaxassislari bilan olib borilayotgan samarali ishlar natija bermoqda. 2026-yil ham an'anaviy taekvondochilar uchun mas'uliyatli yil sanaladi. Shu bois sportchilar nufuzli musobaqalarga hozirdanoq puxta tayyorgarlik ishlarini boshlab yuborishdi. 10 yildan buyon shug'ullanib kelaman. Shu yillarda juda ham ko'p natijalarga erishdik. 2025-yil biz uchun juda ham omadli keldi. Bu yili biz Osiyo Kubogi musobaqasida faxrli birinchi o'rinni egallab, O'zbekiston bayrog'ini yuqorilay ko'tardik. Bundan tashqari O'zbekiston Kubogi musobaqasida faxrli birinchi o'rinni oldik. Biz hozir 2026-yilda mart oyida bo'lib o'tadigan Amerikadagi Jahon Kubogiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Qolaversa, may oyidagi Germaniyada bo'lib o'tadigan Grand Prix musobaqasiga ham tayyorgarlik o'quv yig'inlari bo'lyapti. Men o'ylaymanki, bu yig'inlar bizga yaxshi samara beradi va O'zbekiston bayrog'ini yuqorilay ko'tarib, yangi medallar, yangi yutuqlarni olib kelamiz degan umiddamiz. Fursatdan foydalanib, yurtimiz aholisini kirib kelayotgan yangi 2026-yil bilan tabriklayman. Hammaga yangi yutuqlar tilab qolaman. Inson avvalo sportning qaysi turi bilan shug'ullanmasin, sport doimo irodani mustahkamlashga, jismoniy madaniyat, ruhiy chiniqishni shakllantirishga xizmat qilishini dildan his etadi va sportning o'ziga bergan ulkan imkoniyatlardan samarali foydalanishga harakat qiladi. Qachonki murabbiy uchun munosib sharoitlar yaratib berilsa, trener va sportchilar tinmay izlansa, yangi ko'nikmalar yordamida mahoratini oshirsa, u albatta ko'zlagan cho'qqilarni zabt etishi mumkin. Farg'onalik an'anaviy taekvondochilar ham ushbu qoidaga doimo amal qilishgani bois har yili salmoqli yutuqlarga sazovor bo'lishmoqda. Большое спасибо нашему президенту за хорошие условия в спорте. Avvalo prezidentimizga kattakon rahmat. Yurtimizda sportni rivojlantirib, biz murabbiylar uchun ham munosib sharoitlar yaratib berishmoqda. Hozirda biz zamonaviy zallarda barcha zarur jihozlar yordamida shogirdlarimizni tarbiyalab kelyapmiz. Biz uchun 2025-yil ham omadli keldi. 30 ga yaqin shogirdlarim respublika va xalqaro musobaqalarda g'olib va sovrindorlikni qo'lga kiritishdi. Bu biz uchun yangi yil bayramiga katta sovg'a bo'ldi. Ishonamanki, kelgusi yilda ham bizning sportchilar jahon arenalarini zabt etishadi. Bir so'z bilan aytganda, prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan samarali ishlar yoshlarning sportga bo'lgan qiziqishlarini yanada orttirib, ular orasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirishga xizmat qilmoqda. Ishonamizki, farg'onalik sportchilar 2026-yilda ham medallar jamg'arishda shoh supaning yuqori pog'onalaridan joy olishadi.